Haydang. Haydang bitta qoldi. Assalomu alaykum aka-ukalar, YouTube chorva ishqibozlari. Mana bugun hafta kuniga seshanba 19-may. Bugungi video syomkamizni boshladik. Namangan shahar Samarqand Savxoz degan joyda toza qonli Aberdin Angus g'onajinlarni video obzorini qilib beramiz. Qara ko'rishingiz mumkin. Mana akalar, korobkalari. Bo'ylari 1.15 dan 1.30 gacha kelaveradi. Mana kattalar 1.30 chiqib qoladi. Quyug'i suyug'i 1.20 ga olaverasizlar. Ular Rossiya davlatidan kelgan, ancha oldin. Bir oycha boqildi. 1.5 oy boqilgan. Uje qochishga kelib qolganlari ham bor. Veslari shu 280 dan 350 kilogacha taxminan. Hozir ichkarida qizil anguslari ham bor. Ularni ham xudo xolasa chiqarib yaxshilab ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana akalar, ko'rishingiz mumkin. Yeb ichishlari, sog'liqlari hammasi joyida, 100%. Buni go'shtga boqib olsanglar ham bo'ladi, zotga ishlasanglar ham bo'ladi. Zot yo'nalishida ham bo'laveradi. Buqasi bilan bir xil semiradi. Akalar, qizillari chiqishni boshladi. Qizil anguslar. Ichida mana buqasi ham yurgan 800 kilo plus chiqib qoladi. Buqa ichida yurgan. Mana akalar. Qizillari ham shunaqa. 1.15 dan 1.30 gacha chiqib qoladi. Quyug'i suyug'i 1.20 ga olaverasizlar. Eng asosiysi narxiga kelsa akalar, bular 19 milliondan 22 milliongacha so'rashyapti. Albatta kelib ustida savdolashsanglar xayri bor. Agar bir joyda olib ko'paytiraman, zot qilaman degan akalar bo'lsa, 21 milliondan xayri bor. Bir joyga opchi soni 20 dona. Mana akalar, hammasi bir-biridan ajoyib, birorta nitosi yo'q, hammasi korobkalari zo'r. Chiroyli holatda. Mana akalar. Yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib, kommentariy yozib qoldiramiz. Bizni qo'llab-quvvatlaganlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Videomiz ko'proq
odamga tarqalish uchun kommentariy, like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Mana akalar. Buqa qo'shilganiga ham bir 20 kuncha bo'lib qolgan. Endi ichida bo'g'oz chiqib qolsa baxtinglar, lekin shu holiga beriladi. Bo'g'oz emas. Tekshirilmagan, balkim bo'g'oz bo'lishi ham mumkin. Bo'g'oz chiqib qolsa baxtinglar. Mana. Hozir ichkarida yana vonajinlar bor. Sut yo'nalishida. Hozir ularni ham video. Mana akalar, shved ishqibozlariga to'rbosh shved vonajinlar sotiladi. Ichida buqa yurgan. Tekshirib berishadi, lekin bo'g'oz qisirligi aniq emas. Xohlovchilar bo'lsa kelib, ustida ko'rib, yoqtirsa, xohlagani tekshirib, narxlarni hozir aytib o'tamiz. Tekshirib olaverishadi, o'zinglar doktorlar bor. Aka, yelinlari hammasi bir-biridan go'zal. Bular местный shvedlar. Yelinlari ikkinchisi ketdi. Uchinchisi. Hammasi oq yelin, oq sosga. Narxlariga kelsak, 28 milliondan 32 milliongacha so'rashyapti. Bir joyda olaman degan aka-ukalar bo'lsa, 30 milliondan bir joyga xayri bor. Bo'ylarni ham aytib o'tamiz. Bo'ylari где-то 1.35 dan 1.40 gacha. Plus minus. Mashlari 1.40 plusda. Hozir keyingi zagonga o'tamiz. Keyingi zagonda rossiyskiy ola parodalar bor. Yaxshilab video syomka qilib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana akalar, rossiyskiy parodalar. Bitta shved gibrid ham bor ichida. Mana akalar. Hammasi vonajin, ichida buqa yurgan. Qochgan qochmaganligi noaniq. Kelib tekshirib, bo'g'oz emas olaverasizlar. Bo'ylari 1.30 dan 1.50 gacha. Bular hammasi O'zbekistonda tug'ilgan variant. Ichida bir ikkita yo 3 ta Rossiyadan kelgani bor. Qolganlari shu yerda tug'ilgan. Hammasi yelinlari joyida. Zagonga chiqishda. Ozgina to'xtasa bir qator yelinlarni ko'rsatib beramiz.
Yillar. Bu yerda hozir ofis soni 15 bosh, ichkarida bir 4 boshcha yana qoldi. Hozir ularni ham xudo xolasa videoga obzorni qilib beramiz. Kelaverasizlar. Eng asosiysi narxi. Narxlari 28 milliondan 32 milliongacha so'rashyapti. Bir joyda olaman degan aka-ukalar bo'lsa 30 milliondan narxi. Yana xayri bor, ustida kelishamiz. Ichida buqa yurgan, buqa sakraganlar ham bor. Bir oydan beri yurgan buqa. Tekshirib olaman desam, tekshirib olasizlar, lekin shu holiga beriladi. Bo'g'oz qisirligi noma'lum. Akalar, ikki bosh zotga semental buqalar ham bor. Bular noyabr oyida kelgan. O'tgan yili. Jivoy esa 160 kiloda kelgan. Hozirgi holatda 650 plus minus. Bo'ylari narigisi 1.45, bunisi 1.50 plus minus. Narxlari bir joyda 52 milliondan so'rashyapti. Agar tanlab olamiz deyishsa, narxlari o'zgaradi. 2 million, 3 million plus minus bo'ladi. Bunisi kattaroq. Haqiqiy zotga tushadigan, ishlashni boshlagan yosh narsalar. Akalar, ikki bosh krasniy pyostrый g'onajinlar bor. Shu O'zbekistonda tug'ilgan varianti bular. Yillari. Mana bunisi shvedga gibridga o'xshayapti. Bunisi toza krasniy pyostrый. Bo'ylari kichikrog'i 1.35, bunisi 1.45 plus minus. Mesela o'qiyman. Ichida buqa yurgan, bo'g'ozmasligi aniq emas. Tekshirib berishadi. Narxlariga kelsak, bu kichigini narxi 22 million so'rashyapti. Bunisi 30 million. Bir joyga olaman degan bo'lsa 51 million xayriga o'tib berishadi. Mana akalar. Haqiqiy stormodlar. Qiziqqanlar bo'lsa, ekran pastida raqamlar qoldiramiz. Narxi 62 million xayriga o'tib beriladi.